Xo'p, masala tahliliga keladigan bo'lsak, birinchisi 33, 35 savollarda hayvon hujayrasida glyukozda to'liq va chala parchalandi. Shu vaqtda o'simlik xloroplastida ham ATF hosil bo'ldi. Bu yerda ikki xil, ham hayvonda, ham o'simlikda ATF hosil bo'lyapti. Agar o'simlik plastidasi hosil bo'lgan ATF glyukozaning chala parchasida hosil bo'lgan ATFdan 2 marta, to'la parchasidan 2 marta kichik bo'lsa, ATF molekulalarini umumiy soni berib qo'ygan. Endi bu yerda biz belgilab olishimiz kerak bo'lgani mana chala parchalangan glyukozani X mol, to'la parchalangan glyukozani Y mol deb olamiz. Va xloroplastda hosili bo'lgan ATFni Z deb belgilab olamiz. Endi chaladan chiqadigan ATF 1 moldan 2 ta chiqadi. Shuning uchun X moldan qancha esa bundan 2x ATF chiqadi. To'ladan 38 Y ATF chiqadi. Birinchi ma'lumot mana chaladan chiqqan ATF xloroplastdan hosil bo'lgan ATFdan 2 marta kam deganligi uchun mana kamini hisoblab qo'ysak, shunda 4x imiz bitta Z ga teng bo'ladi. Endi mana to'lani ATF xloroplast ATFdan ko'p deganligi uchun buni ham 2 ga tengligi 2 marta kam ekan. Bundan 2 zimizni 38 Y ga teng bo'lishini bilib oldik. Keyin hamma ATFni yig'indisini hisoblaydigan bo'lsak, 2x chaladan chiqqani, 38 Y to'ladan chiqqan, mana Z xloroplastdagi ATF yig'indisi bo'ladi. Jami yig'indisi 133 ga teng bo'ladi. Endi mana bu 2x ni 10 ga mana 0.5 z qatdan keladi. Mana aytaman. 4x imiz bitta z ga teng bo'lsa, 2x imiz yarimta z ga teng bo'ladi mana. Endi 38 Y-imiz o'zimizda bor, mana 2 z ga teng. Shunda mana z o'zgarmaydi. Jami yig'indi 3,5 z 133 ga. Bundan z hisoblab qo'yadigan bo'lsak, 38 ga teng bo'ladi. Bundan foydalanib mana x bilan y ni ham topamiz. Bittasi 9,5, bittasi 2 ga teng bo'ladi. Endi so'roqqa o'tadigan bo'lsak, so'roqda aytayaptiki, hop 33 ta mazkur jarayonda aerob sharoitda hosil bo'lgan ATF ni molini toping. Bu to'laga to'g'ri keladi. To'lamiz 2 mol bo'lgan. O'zi mitoxondriyadan 36 molekula ATF sintezlanardi. 36 ga ko'paytirsak 72 ga teng bo'ladi. 34-savolda hayvon hujayrasini sitoplazmasida umumiy parchalangan glyukoza, ya'ni sitoplazmada ham chala, ham to'la parchalanadi glyukoza. Shuni hisobini olamiz. 9,5 mol chala, 2 mol to'la. Hammasini qo'shsak 11,5 mol bo'lyapti. 1 molning massasi 180 bo'ladi. Ko'paytirib qo'ysak 2070 grammga teng bo'ladi. 35 ta o'simlik xloroplastida hosil bo'lgan ATF bilan hayvon hujayrasida chala parchalangan glyukozani miqdorini nisbatan topishimiz kerak ekan. Va xloroplastda hosil bo'lgan ATFni biz Z deb belgilagandik. Zimiz mana chiqib kelgan 38. Chala parchalangan glyukozani moli bo'ladigan bo'lsa, 9,5 molga teng. Ikkalasini 38 ni 9,5 ga bo'lib oladigan bo'lsak, nisbatimiz 4 ga 1 bo'ladi. Hop, endi 36-savol. 36-savolda hammasini o'tish shart emas. Eng bizga kerak bo'ladigan mana bu uzunlik. Kerak bo'ladigan mana bu nisbat, mana solishtirib ko'rish kerak-da buni. A2 plus C1, G1 plus T2 27 taqsim 52 bergani bor. Mana shundan foydalanamiz. Mana aytilgan DNKni belgilab oldik. Bunisi birinchi zanjir, mana bunisi ikkinchi zanjir. Ma'lumot sifatida mana A2 plus C1 27 beryapti, G1 plus T2 ni 52 beryapti. Solishtirishimiz kerak mana. Birinchisi mana A2 turibdi. A2 degani mana bu. A2. Endi buni yig'indisini C1 bilan beradi. Mana bu C1 imiz nimaga teng bo'ladi desa, mana tarafdagi G2 ga teng bo'ladi. Demak C1 o'rnida G2 deb qabul qilsam, mana G2 bilan A2 ni yig'indisini 27x deb belgiladim. Endi bu yerda mana G1 bilan hop T2 ni beryapti. Bu safar mana bu G1 bo'ladigan bo'lsa, mana bunisi T2 bo'ladi. Bu demak mana G1 va C2 ga teng desam, C2 bilan T2 ni yig'indisini 52x deb belgilaymiz. Shunda DNKni bir zanjiri to'liq holatda belgilanganda hammasi bo'lib 79x ni tashkil qiladi. Endi uzunlikdan foydalanamiz. 53,72 ni bo'lamiz 0,34 ga, ya'ni nukleotid sonini topsak 158 ta bu DNKni bir zanjiri. Shunda bir zanjir o'zi 79x ga teng edi. X'imizni topadigan bo'lsak, x'imiz 2 ga teng bo'ladi. Endi bizdan vodorod bog'ini so'rayapti. Vodorod bog'i uchun bizga guaninlar soni kerak. Guaninning sonini mana bu nuqtadan topishim mumkin. Ya'ni mana G1 plus G2 teng bo'ladi nechaga desa, mana bu joydagi mana 49 ga teng bo'ladi degan ifodasi bor. Shundan foydalanadigan bo'lsam, bu 49 x ga teng bo'ladi. Demak, bizda x'imiz 2 chiqqan, 49 2 ga ko'paytirsak 98 ta umumiy DNKdagi guaninlar bo'ladi. Va 158 2 ga ko'paytirib umumiy nukleotid 316 ni topamiz va unga guaninlar sonini qo'shadigan bo'lsak 414 kelib chiqadi. Bu vodorod bog' hisoblanadi. Hop, 37-savolda urg'ochi bilan erkak bo'rining umumiy massasini beryapti. Urg'ochi bilan erkakning umumiy massasi 70 kg ekan. Hop, o'rtasidagi farq 10 kg deyapti. Agar o'rtasidagi farq 10 kg olib tashlaydigan bo'lsam, ikkalasining yig'indisi 30 ga teng bo'ladi. Ya'ni 30 dan bo'lganda ikkalasi 60 bo'ladi.
Endi erkagini massasi urg'ochisidan og'ir bo'ladi deganligi uchun mana erkagiga 10 ni qo'shib bersam, erkagini umumiy massasi 40 kilogramm bo'lgan ozuqani iste'mol qilishdan oldin. Endi u aytyapti 58 kilogrammga yetishi uchun nechta quyon iste'mol qilish kerak? 58 kilogrammga yetishi uchun 40 kilogrammdan u 18 kilogrammga vazn ortishi kerak. 18 kilogrammni 10% qoidasiga binoan olishi uchun u qancha quyon iste'mol qilish kerak desa 180 kilogramm quyon iste'mol qilish kerak. Bitta quyonni massasi 12 kilogrammga teng bo'ladigan bo'lsa, 180 kilogramm quyon nechtaga to'g'ri keladi desa, 15 taga to'g'ri kelyapti. Xo'p, yaxshilar, keyingi misolga o'tamiz. Xo'p, shvetsiyalik genetik olim fikrida shizofreniyaning formasi bor ekan, ya'ni autosomal dominant kasallik. Gomozigota, ya'ni katta A holatda buni penetrantligi 100% ga teng. Heterozigota holatda bo'ladigan bo'lsa, uni penetrant, ya'ni yuzaga chiqishi ehtimolligi 20% ni tashkil qilyapti. Endi bu holatda o'zi heterozigotali individlar o'zaro charachlashsa biz bilamiz 4 ta individ chiqadi. Ya'ni gomozigota dominantdan 25%, heterozigotadan 50%, resessiv gomozigotadan 25% individ olinadi. Endi shuni bizga kasallik bo'yicha uchraydiganlar, ya'ni mana dominant formalar necha foizligini aniqlab bering deyapti. Bu yerda penetrantlik bor. Birinchisi mana katta 25% bo'ladi. Penetrantligi 100% bo'lganligi uchun mana 1 deb qabul qilaman. Ko'paytirsam 25% o'zi chiqadi. Lekin heterozigotalilar o'zi avlod ichida 50% chiqishi kerak edi agar penetrantlik 100 bo'lganda. Lekin buni penetrantligi 100% emas, ya'ni 20% ga teng bo'lganligi uchun mana 50% ni ko'paytiramiz 0.2 ga. Ya'ni 20% ga. Ko'paytiradigan bo'lsak, demak heterozigotalilar ulushi 10% tashkil qilar ekan. Shunda 25 ga 10 ni qo'shadigan bo'lsak, yig'inda 35% tashkil qiladi. Keyingi savolimiz 39-savol. Hop, bizda beryapti. Bir kunlik ovqat tarkibida oqsil bilan yog' nisbati, ya'ni 2 ga 1 ekan. Men belgilab oldim. Oqsil bilan lipidning massa nisbatini 2x ga x va uglevod miqdori oqsil miqdoridan 5 marta katta deyapti. Oqsilni 2x belgilaganmiz. Shunda uglevodimizni 10x deb qabul qilamiz. Bu massa birlik. Endi massadan energiyaga o'tib oladigan bo'lsak, hop, oqsilni 1 grammidan 4,1 kaloriya energiya olinadi. Shuning uchun 2x ni 4/1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 8,2x bu energiya yig'indisi. Endi lipiddan chiqarilgan energiyani 9/3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 9,3x bo'ladi. Endi uglevod ham oqsil bilan bir xil 4/1 bo'ladi. Shuning uchun 4/1 ga ko'paytirib 410x ga teng bo'ladi. Bular hammasi energiya. Endi bu energiyani hammasini hisoblaydigan bo'lsak, 58,5x energiya chiqyapti 1 kun davomida iste'mol qilingan. Bizda ma'lumot sifatida 585 kaloriya beryapti. Nimadan? Faqat nonushtani quyi foiziga amal qilib olingan deyapti. Nonushta o'zi bizda 25-30% tashkil qiladi. Demak, quyisi 25% tashkil qiladi. 585 25% ni belgilab 100% ni topadigan bo'lsak, 2340 kaloriya bu 1 kunlik energiyani beradi. Endi umumiy energiyamiz bizda mana 58,5x bordi. Buni umumiy energiyaga tenglaydigan bo'lsak, ximiz ya'ni 40 kelib chiqadi. Bu nima deydigan bo'lsa, xohlasak massa nisbatini, xohlasak energiyasini topolsak bo'laveradi. Endi bizdan so'ralgan narsa mana lipid so'rayapti. Lipidimiz x gramm edi, ya'ni mana 40 grammga to'g'ri keladi. Energiyasini topadigan bo'lsak, 9/3 ga ko'paytirsak 372 kaloriyaga teng bo'ladi. Hop. 40-savolga e'tibor bo'lamiz. Dominant genlarni faqat otasidan olgan heterozigota erkak urg'ochi organizm o'zaro chatishtirildi. Natijada hosil bo'lgan avlodni 81% ni nokrosover tashkil qiladi. Endi krossover ikkala organizmdan teng kuzatilar ekan. Bu degani ikkala tomondan ham ikkita nokrosover gameta, ikkita krossoverlangan gameta olinadi. Nokrosover gametani nokrosover gametaga ko'paytiradigan bo'lsak, shuni o'rtadagi foizini yig'indisi 81% chiqishi kerak ekan. Endi bu holatda eng oson nisbat nima desa, mana 81% ni chastota deb qabul qilib 0,81 deb qabul qilaman. 0,81 ni ildizdan chiqaradigan bo'lsam, bu 0,9 ga teng bo'lyapti. Bu 0,9 nima degani esa, bu 90% ga teng bo'ladi degan. Demak, bir kishi foizi 90%